Ushbu masalani qanday yechilishini ertaroq o'rganib olsangiz, biologiyadan DTM imtihonida maksimal ball to'play olasiz. Hozir buni qanday yechilishini ko'rsataman, ungacha siz obuna bo'ling. Demak, ushbu masalani ishlashda biz Hardy-Weinberg formulasidan foydalanamiz. P plus Q teng 1. Bunda A genlarning foizi 30% bo'ladigan bo'lsa, uning resessiv alleli esa 70% ni tashkil etadi. B gen esa 20% bo'lsa, resessiv alleli esa 80% ni tashkil etadi. Bizdan digitrozigota organizmning foizini sonini so'rayapti. Demak, bizda ulushga aylantirib olamiz foizlarni 0.3, 0.7, 0.2 va 0.8 va bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak 0.10 mingdan 336 chiqadi. Bilamizki, digitrozigota organizmlar 4 tani tashkil etadi 16 talik kombinatsiyada va shuning uchun ham 0.336 ni ko'paytiramiz 4 ga va javob 0.1344 chiqadi va 10 mingta populyatsiyadagi individni biz 100% deb olamiz va 13.44 deb foizga aylantirib olganimizda, demak x deb topamiz va x imiz 1344 ta chiqadi. Javobimiz A javob bo'ladi. DTM imtihonigacha ushbu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlash tugmachasini bosib qo'ying.